Ambulatoriyaga admin qilgim keladi. Plus. Komil karam eshitdim deyotdi-da, boshqa narsa eshitdimikin? Men mahallaga qaraychi. Mana bugun biz mahallani obod qilish maqsadida, yovvoyi bo'lsa ham o'sha ovullantiruvchi o'tlarni yoqib tashlayapmiz. Bu birinchi o'rinda mahallani obod qiladi. Giyohvandlik asr vabosi, giyohvandlikni biz oldin yo'qotmani uni kuldirib yuboryapti meni. Odam o'zi ham kulaveradi. Mari 1 kilo olma tort nevaralarga. Xo'p bo'ladi, rais bu. Yaxshidan tortib beraman. Xo'p bo'ladi, 1 kilo deb o'tsa. Ha. Jicha ko'payib ketibdi-da. Yana ko'payib ketdi. Qani ro'na 1 kilo bu? Ho'kaz, buni olmayni kim yeydi, mana olmayni. Mahallada boshqa tarbiyatlarni yo'q qilish kerak. Tushunmadim, kim bu darmet debsan? Hey! Davay ishtiqil. Ya, indirji, astoydil. Rais boy, assalomu alaykum. O'g'lim Rossiyadan pul tashlagan ekan. Shuni bankka ketyapman yechgani. O'g'ling zamon bilan anapas bo'ladimi, yo'qmi? U kallasini ishlatadimi? Milliy Pay'dagi ilova bor. App Store bilan Play Marketda shunday tortib olsa, Rossiyadan turib dunyoni lubboy davlatiga pul o'tkazmalarini amalga oshirsa bo'ladi. Ho'kiz. O'zbekistonga Uzcard, Humo, Visa kartalariga naqd pul tashlasa bo'ladi. O'g'ling Rossiyadan turib uydagi kommunalkalar to'lab qo'ysa ham bo'laveradi. Hozir ularda zo'r konkurs ketyapti. 15 ta A17 telefonni o'g'ling yutib olishi mumkin. O'g'lingga ayt Milliy Pay tortib olsin. Bo'ldi, hozir aytaman. Ayt. Qovun keldi, qovun. Ya'ni qovun sotadigan nima tirjayapti? Qo'yag'lar hali tutunda hali ham o'chirmadimi deyman-da. O'chir! Buzilgan aladanni ko'ramiz.